Salom do'stlar. Sizlar bilan Mo'min Mirzo va Bekki. Bizlar bugun nima qilamiz? Bilmayman. Bizlar temirdan narsalar va kiyimlar yasashimiz kerak. Bekki. Tushundingmi? Ha. Bo'lsin daraxt chop. Bekki, yomg'ir yog'ishni boshlaverdi-ku. Nima qilamiz? Bilmasam. Yaxshi joydan, lekin spam bo'pmiz-a. Ha. Masing ham ish stolini yasadim. Rahmat. Qo'y. Ha. Taxtang nechta bo'ldi? 28 ta doskam bor. Birinchi o'rinda kirka, qilich. Xo'sh. Topor. Bir ikkita cho'p yasaymiz. Bo'ldi. Bekki, Ha. tosh chop. Chopib bo'ldim. Nechta bor senda? Qolmaydi. Endi men temir izlayman. Xo'sh. Shaxta yo'qmikan? Kirka yasab olay. Shuni pastga qarab tablayman. Shunda tabaman. To'xta, men ham sen bilan boraman. Kel. Meni kayfiyatim yo'q. Do'stlar, bizlar nima uchun video chiqarganimizni bilasizlarmi? Uni sabab borda. Mana Bekkidan eshitinglar. Like bosishmayapti. Kayfiyatim tushib ketyapti. Bidi ko'mir topdim. Men ham. Ko'mirni ko'lay. Shuncha mehnatni kimga qilyapmiz? Bidi temir topdim. Bu men ham juda ham ko'p ekan. Full aslaha bo'layotganmiz-da bugun. Ha, shunday o'xshaydi. Issiq ishdan keladiganmiz endi. Do'stlar, agar shu video 50 ta like yig'sa, bugunda o'zida yana bitta video joylaymiz. Bekki, to'g'rimi? Ha. Albatta. Biz yana bir ikkita video bo'lganmiz. Uni qo'yish uchun like va komment yozishlaringiz kerak. Video bularga shunaqa video yoqadimi? Bilmayman. Obunachilarga. Yo'qsa. Lekin bizni xafa qilishyapti-ku, like, obuna bosmasdan. Ko'ryapsizlarmi? Pidi xafa bo'lyapti. Like va obunani bosib qo'yinglar. Pidi, men pechka yasashga ketdim. Menga ham yasab qo'y. Bo'pti. Nechta tebiring bor? 36 ta. Menga ham gitak berasan-da. Hop, bizga ikkalamizga ham 6 qoladi. Bu buncha ko'p. Bugun shunaqangi omadimiz kelyapti. Ha. Ikkinchi omad kelish uchun nima qilishga bilasanmi?
Nima qilish kerak? Obunachilar like bosish kerak. To'g'ri, lekin men temirimni eritishga qo'ydim, Pidi. Sen oldin ketyapman. Endi nima qilamiz? Kiyimlar yasaymiz. Men o'zimga ishton va qilichlar yasayman. Kirka-pirka. Senchi? Men ham. Ja bo'lmasa ko'timiz muzlamasin. To'g'rimi? Mazza qilib yuramiz issiqqina ishtonda. Menda Bekki qilich bilan mana bor. Mening temirlarim Kirkam. Temirlarim tizilsa, men o'shanda mazza qilib ishtonlar kiyib. To'xta-da Bekki. Obunachilar hali ham like bosmadi-ku. Like bosib qo'yinglar-da, shuncha mehnat. Bekki, agar kit tushyapti, qanday qilamiz? Chiroq yasa. Obunachilar like bossa, ishton yasayman. Bekki verga zombilar paydo bo'lmasligi uchun verga switch qo'yamiz, yorug' bo'lishi uchun. Turim Bekki. Mana bu yerda tursang, uni zombilar yopisha olmaydi. Qani chiqib olay bo'lmasam. Buni qanaqa? Bekki, menga sal yetmayapti-da 4 ta. Menga qarz berib tura olmaysanmi? Hali temirlar pishmadi. Muntashda yetishga qo'ydim. Bekki, pishib bo'ldimi? Hali hammasi bo'lmadi, to'xta. Xo'sh. Endi menga bitta aslaha kerak. Ishlarni yarashdimi Bekki? Menikichi? Yarashdi. Ha, albatta. Yarashgan bo'lsa like bosing. Ha, albatta. Kommentga Bekki silla deb qo'yinglar. Bekki, temiringdan bir ikki topib turibman. Hali men yasayman. Qani, aslahang bormi Bekki? Mana. Full temir bo'ldi. Zombi keldi. Bizni oldimizga kelisha olmayapti. Skelet kelmasa bo'ldi Bekki. Kamonchimi? Ha.
Mana yarashdimi? Qarab. Yarashdi. Qani? Mana. Mana. Bekki. Keyingi videoda nimani olamiz? Keyingi videoda 50 ta like bo'lsa, shunga o'xshaydigan video chiqaramiz. Qishloqdamiz videosini olamiz. Ular uchun obunachilar nima qilish kerak? Like va obuna bos. Shuning uchun masina bos. Ketdik, zombilarni o'ldiramiz. Hammaga sizlar bilan biz bo'ldik. Xayr. Xayr, bo'pti.